Jildon qaynasa, demak, oshqozonda kislota ko'p. Rostdan ham shundaymi? Menga keladigan mijozlarning aksariyati aynan shunday deb o'ylaydi. Lekin eng qizig'i, jildon qaynash har doim ham kislota ko'pligini bildirmaydi. Ba'zi holatlarda muammo boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham odamlar yillab kislotani pasaytirishga harakat qiladi. Lekin qorin dam bo'lishi, kekirish, ovqatdan keyin og'irlik hissi yo'qolmaydi. Nima uchun? Chunki ular muammoni sababini emas, faqat belgisini bosadi. Men Telegram kanalimda oshqozon kislotasi nima vazifa bajarishi, u qachon haqiqatdan ham muammo bo'lishi va qachon boshqa sabablarni qidirish kerakligini sodda tilda tushuntirdim. Chunki jig'ildon qaynashi bu tashxis emas, organizm berayotgan signal. Unga quloq tutmasdan faqat belgini bosish yechim bo'lmasligi mumkin. Agar bu mavzu siz uchun ham qiziq bo'lsa, Telegram kanalimga o'ting. Balki aynan o'sha yerda o'zingizni yillardan beri qiynab kelayotgan savolingizga javob topasiz.